Assalomu alaykum. Umid Avtogoz obunachilar, yaxshimisiz? Bu navbatdagi mashinamiz Cobalt avtomashinasi bo'ldi. Bunga 90lik metan balonsidan ketib berdik. 4-pokoleniya Euro etib berdik. İtalyanska bodinalar bilan. Qo'yilgan mo'ljaldan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Yana balon qismidan boshlaymiz. Baloni hardangilik shaffof metan balon bo'ladi. 90lik metan balon umuman cho'tki o'yib turadi. Sifatini gap yo'q. Yaldirab turishgandan qaraganda blesk berib cho'tki bo'lib turibdi. Postavkasiga keladigan bo'lsak, hardangilik zavodskiy postavka do'stlar. Ugli chapmaydi, balonni chapmaydi, bu mashkasi yetkazmaydi. Ko'rishingiz mumkin. Moshni bo'lib turadi, cho'tki bo'lib, yana bellar ochiq turadi, yana polni. Balonni shikast yetmaydi. Shumkalar urilgan, chang'i, suvi, puv hech narsa girmaydi. Moshni bu izolyatsiyaga qo'yilgan cho'tkadek, mana ko'rishingiz mumkin do'stlar. Bagaj qismi keng qoladi, umuman moshni bo'lib turadi. Elde qismidagi odam olsak, motor qismida qo'yilgan abordinal bilan tanishtirib olsak, zapravочница erdemgidek o'zining joyida do'stlar. Bu yerdan gaz sig'indi, hech nima mishat etmaydi, ibellar kirchilmaydi, cho'tki bo'lib turadi. Turkiyani o'tishlaridan bir e'tibor beringlar. Cho'tki bo'lib, idealni bo'lib turadi, hech nima mishat yo'q. Ertaga ham kirishni ochganda Turkiya mishat bermaydi. Bellardan zo'r bo'lib, idealni bo'lib o'tadi. Injektordan kelsa bo'lsak, asli W01 injektor do'stlar. Polshaniki, polskiy. Umuman cho'tki bo'lib turadi, ya'ni ko'rishingiz mumkin, simlarni o'tishidan. Blok upravleniyadan kelganimizda qisqa Gofas 200 LED 600 kulchaturlisi bo'ladi do'stlar. Umuman moshni bo'lib turadi. Programmalarni ishlab cho'tki deb taxlab beramiz. Reduktordan kelgan bo'lsak, reduktor yana hech nima mishat bermagan holda turadi yana. Ati 20 degan reduktor, italyanskiy reduktor bo'ladi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, shlankalar ham cho'tki bo'lib o'tadi yana shu yerda. Motor programmalari ham ishlangan, yana cho'tki bo'lib. Shundan gap ne do'stlar? Mashin shot spravka, hozir gazni qo'ydik, nomerni ham oldik shu yerda. Kulchatorni ko'rsatadigan bo'lsak, mashin 85 km yuribdi do'stlar. Kulchator yana ishida turibdi yana. Mashin haydaganda cho'tki bo'lib turadi, yana ko'rinib turadi, hech nima mishati yo'q. Do'stlar, mashinaning nomerini ham oldik, hozir qistirib qo'yib beramiz yana. 503 degan nomer. Biz manzilga kelganimizda Xorazm viloyati Urganch shahar Xorazm avtosavdo avtosaloni bo'ladi do'stlar. Yana salon. Mashin shu salondan olindi, shu yerda gaz qo'yildi, garantiyasi bosilib, pechatati cho'tki deb beriladi. Yana bir plus tomoni bu yerda do'stlar, gaz ham shu yerda. Mashina shu yerda gaz qo'ydi, yana shu yerda sразу nomer ham bitdi. Hech yerga borib bo'lmaydi. Şu salonun içinde bitadi hammasi. Notarius xizmati, GAI xizmati, bank xizmatlari, hamma xizmatlar bor. Bemalol kelaverasizlar. Görüşürüz mümkün servisimiz. O variant taraf, elde tarafı salon, avtosalon arkasında servis. Bemalol kelaverasizlar. Ekranda telefon nomerlerimizi kaldıramiz. Kime şimdi sifatli xizmatlar gerek bo'lsa, bemalol aka chiqarsa like bosib, podpiska bosib, podeshga turasa ham bittamiz.